Dasturimiz davom etadi. Yurtimizda fasllar kelinchagi bo'lmish fasli navbahor hukm surmoqda. Qayerga qaramang, yasharish va yangilanish fasli hisoblangan bahorning tarovatini, uning shukuhi, taftini sezasiz. Ayniqsa ushbu faslni bahoriy taomlardan biri bo'lgan sumalaksiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Navbatdagi lavha shu mavzuda. Xalqimizning sevimli, milliy va bahoriy taomlaridan biri bu sumalakdir. Sumalak bug'doy doni ko'katidan ayni qishdan bahorga o'tish vaqti, ya'ni ilik uzildi paytida tayyorlanadi. Bahorning farag'baxsh kunlarida Jizzax viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i Guldora Normurodova, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Nazira Muxtorova hamda Jizzax viloyat buvijonlar maktabi, shahar otinoylari, viloyat va shahar oqila ayollar harakati mutasaddilari bilan hamkorlikda sumalak sayli o'tkazildi. Erta tongdan barcha onaxonlar ikkita qozonda sumalak tayyorlashga kirishib ketishdi. Har bir daqiqa, har bir onlar biz uchun g'animatdir. Bu g'animat onlarni asraylik, avaylaylik va har doim O'zbekistonning taraqqiyoti uchun yuragimiz bilan labbay deb qalb qorimiz bilan javob berishga harakat qilaylik. Amin. Allohu akbar. Omon bo'linglar. Sumalak saylida barcha dildan quvnab yayradi. Milliy o'yinlar yig'ilganlarga a'lo kayfiyat baxsh etdi. Qarangki, ikkita doshqozonda sumalak tayyorlandi. Biri o'sha mehnat qilganlarning o'zi uchun, biri kam ta'minlangan oilalarga, nogironligi bo'lgan oilalarga ulashish, ularga ham shu sumalakni tatib ko'rishni biz o'zimiz oldimizga niyat qilib qo'ydik. Shu bilan birgalikda faqat sumalak emas, biz qariyb 50 ta xonadonga mana shu ayyom munosabati bilan ihson tarqatildi. Mana shu yurtimizni tinchligiga hech ham ko'z tegmasin, davomli bo'lsin. Har bir xonadonda shu sumalak sayillari o'tkazilsin mahallalarda. Shu kuni sumalak sayliga kelgan har bir inson bugungi Dorlimon kunlarga shukronalar keltirib, dildan suhbat qurib, bahorning tansiq taomi hisoblanmish sumalak tayyorlash barobarida ko'k somsa-yu ko'k chuchvaralar ham tayyorlashdi. 18 soat davomida qaynagan sumalak va nihoyat tayyor bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Shahzodalarni oshlari muborak bo'lsin. Iloyim baraka keltirayotgan bo'lsin. Yurtimizga, xonadonlarga, kasb-korlarimizga Alloh barakatini bersin. Voy, biram chiroyli mana qaranglar. Biram chiroyli ana. Sumalak sayli qadimdan kishilarda birdamlik, ahillik hissini tarbiyalab, barcha mahalla ahlini birlashtirib kelgan. Niyatimiz bu kabi mehr-muhabbatga yo'g'rilgan, ezgulikka chorlovchi ota meros qadriyatlarimiz bardavom bo'lsin.